Endi sizlar bilan ugrili yuzlar haqida gaplashamiz qizlarjonlar. Ugrili yuzga tavsiya berishimizdan oldin nima sababdan uni yuziga ugri chiqqani sababini bilishimiz kerak bo'ladi. Buni sababi juda ham ko'p bo'lishi mumkin. Ya'ni ichki organlarimiz yaxshi ishlamasligidan, oshqozon usti bezlari, oshqozondan yoki umuman olganda qabziyatdan ugrilar kelib chiqadi va balog'at yoshidagi ugri turlari bo'ladi. Bundan tashqari yuz kanasi bo'ladi, eshitgansizlarmi yo'qmi? Yuz kanasida ham yuzga ugri bosadi. Hozir o'shalarni kelib chiqish sababini, nima sababdan yuziga ugri bor, o'shanisini aniqlab, keyin tavsiya bersanglar bo'ladi. Hozir shu haqida gaplashamiz sizlar bilan. Ugrilarimiz ham har xil bo'ladi qizlarjonlar, ya'ni yog'li, yeringli ugrilar bo'ladi, qora tochkali ugrilar bo'ladi. O'sha ugrilarimizga kelib chiqish sababini aniqlaganimizdan keyin turiga qarab yuz ovqatlarini tavsiya qilamiz. Misol uchun, agar ichki organlarda muammo bo'ladigan bo'lsa, ichki tozalov berib, yeringli ugrilarga bemalol gel umvalka yuvish uchun hamda tonik namlantirish uchun berasizlar ikkinchi etap, uchinchi etapga antaknilasion bersanglar bo'ladi bemalol yeringli ugrilarga. Keyin bir haftada bir marta peeling bersanglar bo'ladi. Lekin hech qachon yeringli ugrilarga oltin maska bilan jimchiq maskani tavsiya qilmanglar. Tavsiya bermayman buni, chunki yuzni jazirlatib yuboradi. Mana shu o'rtalasini ishlatsangiz